Bugun necha 21 yoshimda birinchi marta do'ppi kiydim. Hammaga assalomu alaykum. Bilaman, adashib ketibman. Bundan oldingi istoriyamda 21 yoshda borman. 22 bo'ldim. Потому что bir hafta oldin 22 bo'ldim. Hali o'rgana olmayapman. 22 yoshimga 21 yoshman deb o'ylab qo'yaman. Adashib ketdim. 22. Keyin yangilik etaman degandim. Xudo xohlasa, ertaga etaman yangilikni. Da, shu yerdaman. Da, 39 da. Fakat kuzatish davom etinglar. Ertaga обязательно xushxabarni aytaman. Laylo tayyormi bu narsalarga? Albatta, buni bilaman. Bu juda ham qiyin, chunki bu ayollar tarixidagi ilk medal bo'ladi. Har doim birinchi bo'lish bu juda ham qiyin. Lekin aynan mana shu prezidentning menga bergan ishonchi, yaratib berayotgan imkoniyatlari menga kuch beradi va shaxsan o'zlari aytdilarki, mana shu maqsadingga erishishingda men senga albatta yordam beraman, men senga ishonaman degan so'zlari menga shunaqa dalda berdi. Hozirgacha mana shu his-hayajonda, mana shu motivatsiyada turibman. Men hozirdan tayyorman mashg'ulotlarim davom etib ketishga. O'sha uchun bugundan boshlab o'quv yil mashg'ulotlariga jo'nab ketyapman. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men ayollar kurashi bo'yicha 15 karra O'zbekiston chempioni, 5 karra Osiyo chempionati sovrindori va chempioni. Qolaversa, O'zbekiston ayollar kurashi tarixida ilk bora Osiyo o'yinlari sovrindori bo'ldim. Hozirgi kunda xalqaro toifadagi sport ustasiman. Kattadan katta jahon arenalarida vatanimiz bayrog'ini baland ko'tarib kelmoqdaman. Hurmatli prezident, sizdan duo olgan va va'da bergan barcha sportchilar borki, ko'zlagan maqsadiga yetib chempion bo'lib kelishmoqda. Bugun men ham Diyora Keldiyorova, Bahodir Jalolov kabi sizga va'da berib aytamanki, Los Angeles 2028 Olimpiadasida ayollar kurashi tarixidagi ilk medalni vatanimga albatta olib kelaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Marosim so'ngida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev xalqimiz nomidan ayollarni yana bir bor tabriklab, ezgu tilaklar bildirdi.